Atamalar izohi 8-sinf jahon tarixi darsligi asosida. Kapitalistik jamiyat xususiy mulkning asosini sanoat korxonalari tashkil etadigan, shuningdek, rivojlangan bozor iqtisodiyoti va yuqori sanoat ishlab chiqarishga asoslangan jamiyat. Industrial sivilizatsiya bu iqtisodda bozor munosabatlari shakllangan, jamiyatda siyosiy va ijtimoiy tenglik, huquqiy davlat, kishilarning tabiiy huquqlari, diniy bag'rikenglik kabi qadriyatlar qaror topgan tarixiy davr. Karavella 15-17 asrlarda Yevropada keng tarqalgan yelkanli kema. Ekspeditsiya maxsus belgilangan maqsad bilan uyushtirilgan sayohat. Burjuaziya kapitalistik jamiyatda mehnat qurollari va ishlab chiqarish vositalariga egalik qiluvchi, ulardan daromad oluvchi hukmron sinf. Kapital bu mulk, yollanma mehnatdan foydalanib qo'shimcha qiymat olish vositasi. Gildiya bu o'z a'zolarining manfaatlarini himoya qilish uchun tuzilgan savdogarlar va hunarmandlar uyushmasi. Proletariat bu ishlab chiqarish quroli va vositasidan mahrum bo'lgan yollanma ishchi. Absolyutizm bu davlatni boshqarish shakli bo'lib, unda monarx hokimiyati mutlaqo cheklanmagan bo'ladi, ya'ni absolyut monarxiya tushunchasi. Puritanlar 16-asrning ikkinchi yarmida kalvinizm asosida Angliyada shakllangan xristian dini mazhablaridan biridir. Lordlar palatasi Angliya parlamentining yuqori palatasi. Cromwell protektorati protektor, homiy, himoyachi, Angliya burjua inqilobining yakunlovchi bosqichi. Bu davrda Angliya, Shotlandiya va Irlandiya hukmdori protektori Oliver Cromwell bo'lgan edi. 3-tabaqa Fransiyada o'rnatilgan tartibga ko'ra imtiyozga ega bo'lgan ruhoniy va dvoryanlardan boshqa barcha kishilarga nisbatan qo'llanilgan. Ta'sis majlisi konstitutsiya qabul qilish uchun yig'iladigan parlament. Kommuna mahalliy o'zini o'zi boshqaruv organi. Burlar Janubiy Afrikadagi golland, fransuz va nemis mustamlakachilarining avlodlari. Termidor Fransiyada inqilob yillari qabul qilingan yangi taqvimda oyning nomi. Konvent ba'zi mamlakatlarda alohida vakolatlarga ega bo'lgan vakillik organi. Direktoriya burjua inqilobi davrida Fransiyada hokimiyatni kollegial boshqaruv shakli, ijroiya hokimiyati. Konsul Fransiyada burjua inqilobi yillari joriy qilingan ijroiya hokimiyatining 3 rahbarlaridan biri. Terror qo'rqinch, dahshat, raqiblarni yo'qotish yoki qo'rqitish, aholi o'rtasida vahima keltirib chiqarish. Real haqiqatdan ham mavjud bo'lgan, amalga oshadigan, bajarilishi mumkin bo'lgan demakdir. Gegemonlik siyosiy, iqtisodiy, harbiy ustunlik bir davlatning boshqasidan ustunligi. Boyarlar dumasi Rus davlatida dastlab knyazlar, so'ng podshoh huzuridagi oliy davlat kengashi. Sudebnik qonunlar to'plami. Deklaratsiya muhim qoidalar e'lon qilingan hujjat. Federal hukumat federativ davlatda markaziy boshqaruv organi. Federal konvent kontinental uyushma, qit'a uyushmasi, qit'a miqyosidagi tashkilot demakdir. Federal federatsiya, ya'ni ittifoq tarkibiga kirgan barcha subyektlar, respublika, shtat uchun umumiy tushuncha. Masalan, federal hukumat yoki federal konvent shular jumlasidandir. Ekstensiv rivojlanishida sifat o'zgarishlariga emas, faqat son jihatdan ko'payishga va tezkor natijalarga yo'naltirilgan o'sish demakdir. Peyzaj san'ati tasviriy san'atda tabiatni aks ettirish janri. Syogun general, qo'shin 17-19 asrlarda Yaponiyada hokimiyatni boshqargan zodagonlar guruhi. Kabuki og'moq,
o'zini olib qochmoq. Yaponiyada 17-asrning oxirida keng tarqalgan mumtoz teatr turi. Unda drama, raqs va musiqa elementlari mujassamlashgan, ayollar rollarini ham erkaklar ijro etishga nisbatan aytiladi. Samuray xizmat qilmoq. Feodal Yaponiyada harbiy feodal qatlamdir. Liga ittifoq, birlashma. Imperiya tili, dini, madaniyati, an'analari bir-biridan farq qiladigan, turli xalqlarni kuch bilan birlashtiradigan davlat. Tiyul amaldorlarga xizmat vazifasini bajarish muddatiga shoh oldidagi alohida xizmati uchun vaqtincha yoki umrbod muddatga beriladigan yer-mulk. Lekin bunday yerlarni meros qoldirish mumkin bo'lmagan. Mamluk o'rta asrlarda Misrda mavjud bo'lgan harbiylar qatlami. Ular asosan kavkazlik va turkiy xalqlar vakillaridan iborat o'smir qullardan shakllantirilgan. Irqchilik barcha irqlarning teng emasligi, xalqlarning tarixi va madaniyatiga irqiy farqlar hal qiluvchi ta'sir etishi to'g'risidagi mafkuraviy qarashlar yig'indisi. Iste'fo vazifadan chetlashish, mansab vazifasidan ketmoq demakdir. Konsentratsiya, ya'ni birga, markaz, biror narsaning muayyan bir joyda to'planishi. Dominion o'zini o'zi boshqaradigan qaram yer, o'lka. Kontributsiya urushda yetkazilgan zarar o'rnini qoplash uchun mag'lub davlat tomonidan to'lanadigan to'lov. Tsens fuqarolarning saylov huquqidan foydalanishlarini cheklaydigan shartlar. Ular mulk, yosh, jins va boshqa tsenslar bo'lishi mumkin. Mo'tadil burjuaziya burjuaziyaning murosiga intiluvchi, muammolarni tinch yo'l bilan hal etishga, hukmron tabaqalar bilan kelishishga intiluvchi qismidir. Vekup kripasnoylikdan ozod bo'lgan dehqonning o'ziga berilgan yerni haq to'lash evaziga sotib olishi. Reaksiya kuchlari ilg'or g'oyalarni ta'qib etuvchi, eski tartiblarni saqlab qolish yoki ularni qayta tiklashga intiluvchi kuchlar. Samodержавие Rossiyada hukmdorning cheklanmagan hokimiyati. Surgun jazo tariqasida boshqa yerlarga jo'natish. Abolisionistlar, ya'ni bekor qilish. Amerikada qullikni bekor qilish tarafdorlari. Gomstedlar to'g'risidagi qonun. G'arbdagi bo'sh yotgan katta yer jamg'armasini fermer xo'jaligi yuritishni istagan shaxslarga bepul bo'lib berish to'g'risidagi qonun. Konfederatsiya ittifoq, birlashma demakdir. Aniq maqsad yoki harakatni amalga oshirish uchun birlashgan suveren davlat ittifoqi. Fermer xususiy yoki uzoq muddat ijaraga olingan yerda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bilan shug'ullanuvchi qishloq xo'jaligi tadbirkori, fermer xo'jaligi egasi. Plantatsiya xo'jaligi AQShning janubida qullar mehnatiga asoslangan yirik dehqonchilik xo'jaligi. Kreollar Lotin Amerikasiga dastlab ko'chib kelgan ispan va portugallarning avlodlari. Lotin Amerikasi bu aholisining ko'pchiligi so'zlashadigan ispan va portugal tillari lotin tili negizida tashkil topgan mamlakat. Shu sababli ushbu atama Janubiy va Markaziy Amerika mavzesiga nisbatan qo'llaniladi. Metis Amerikada oq tanli aholiga mansub kishilar bilan hindular o'rtasidagi nikohdan tug'ilgan avlod. Mulat oq tanli va qora tanli kishilar o'rtasidagi nikohdan tug'ilgan avlod. Sipohiy Buyuk Britaniya zobitlari rahbarlik qilgan hindlardan tuzilgan yollanma qo'shin. Afyun mudratuvchi, uxlatuvchi so'zdan kelib chiqqan kuchli giyohvand modda. Modernizatsiya zamonaviylashtirish. Eksterritorial huquq, ya'ni eksterritorial huquq demak, chet el fuqarolarining shaxsi, uy-joyi va mol-mulki daxlsizligi hamda mahalliy davlat sudining ularni sud qila olmasligi tushunchasi. Konsessiya lotincha ruxsat, yon berish,
davlat korxonalarini mulkini muayyan muddatga chet el kapitaliga berish haqidagi kelishuv shartnoma. Sadri A'zam, Bosh vazir, Amin ad-Davla, Moliya va ichki ishlar vaziri, Hakimboshi, Saroy bosh tabibi, Duri Durron, Javohirlar javohiri, Jirg'a, Kengash, mamluklar, asosan qullikka aylantirilgan Gruziya va Shimoliy Kavkaz aholisi, burlar, Janubiy Afrikadagi golland, fransuz va nemis mustamlakachilarining avlodlari. Audio o'quvchi Nilufar Ahmadaliyeva Tarix audiokurs kanali uchun maxsus.